Hozirgi kunda ayollarning muammolaridan biri aynan bu doimiy ravishdagi o'zidagi bosim, напряжение holatlari, tana уровенidagi o'zini erkin qo'ya olmasligi va munosabatlardagi har xil tushunmovchilik, ya'ni eri bilan bo'lgan munosabatlarda orgazm ola olmaslik holatlari bilan ko'pchilik ayollar murojaat qilishadi. Bu nimaga sodir bo'ladi? Bu albatta sizni bolalik travmalaringiz, qandaydir jinsiy tajovuz bo'lishi mumkin va albatta sizni psixoemotsional buzilishlar bo'lishi ham mumkin. Albatta bu agar yechilmasa, siz doimiy agressiyada hozir va shu yerda yashay olmasligingiz va doimiy ravishda odamlardan, olamdan, o'zingizdan xafa bo'lish oqibatlariga olib keladi va bu albatta sizni oilaviy muhitingizga, eringiz bilan bo'lgan munosabatga, farzandlaringiz bilan bo'lgan munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Va albatta ayol kishi har doim o'zini biologik, ekologik toza holda o'z emotsiyalarini namoyon qilishi va buni namoyon qila olmayotgan bo'lsa, albatta mutaxassis bilan ishlashi kerak bo'ladi. Qachonki siz hozir va shu yerda yashamas ekansiz, sizni doimiy ravishda yo o'tmish yoki kelajak xavotirlari yuzaga keladi va albatta siz baxtli hayotni shunchaki o'tkazib yuborishingiz mumkin.